Biz buyuk bir oy, ulug' Ramazon oyi oldida turibmiz. Allohdan so'raymizki, bu muborak oy siz va bizlarni yaxshiliklarga yetkazsin. Ey birodarlar, sizlarga bir iltimosim bor. Agar Alloh hayot bersa, kelayotgan Ramazonda shioringiz shu bo'lsinki, men bu Ramazonda Allohga ilgari hech qachon ibodat qilmaganimdek ibodat qilaman. Tasavvur qiling. Hozir sizga aytiladi, bugun o'lasiz. So'ng yana aytiladi, senga bitta orzu berildi. Ramazon oyini oxirigacha yashash. Va shu imkoniyat sizga berilsa, bilingki Allohga qasam, aslida jonni bugun olinishi mumkin edi, lekin Alloh sizga muhlat berdi. Eid kechasigacha. Shunda Ramazonni qanday bo'lar edi Ramazoningiz? Namozlaringiz qanday bo'lar edi? Ro'zani qanday tutar edingiz? Qiyom, zikr, duo, tavba qanday bo'lar edi? O'zingizni shu muhlatda deb hisoblang. Go'yo Alloh sizga oxirgi imkoniyatini bergandek. Ramazonni 30-kunigacha. Shuning uchun uni behuda o'tkazmaylik. Uni oldingi yillar kabi o'tib ketishiga yo'l qo'ymaylik. Chunki siz bilmaysiz, balki bu hayot oxirgi Ramazonimiz bo'lar. Shuning uchun hozirdan boshlab Alloh bilan rost bo'lib va yurak-yuragimizdan chiqib aytaylikki, ey Allohim, bu Ramazon bizlarni Ramazonlardan boshqacha bo'lsin deb duo qilaylik. Yana Allohdan so'raymizki, Ramazonga yetkazsin va unda roza tutish, qiyom qilishda yordam bersin va bu oyda bizlarni qilgan ibodatlarimizni qabul aylasin.